Assalomu alaykum, hurmatli Qashqadaryoliklar. Mana bugun biz Sher choyxonada kelib dam olib, choy ichib, maza qilib ovqatlanib ketyapmiz. Mana bu bitta reklama deb tushunsangiz ham bo'ladi, lekin bitta narsasiki, bu reklamaga men hech qanaqa pul olmadim va bular hech kim mendan iltimos ham qilmadi reklama olishni. Nimaga oldim? Olganim sababi birinchi tomonlama kirdik, ovqatlanish xizmatlari yaxshi, ovqatlari, shashliklari juda mazali, ham insof sari ekanligi uchun men o'zim olishga majbur bo'ldim, chunki har bitta olib kelayotgan shashlikka e'tibor beryapman. Gravlari ham, boshqa narsasi ham hammasi to'yimli, cho'tki, sifati zo'r, arzon go'shtdan qilmaganligi bitta bilinib turibdi, mazasi yaxshi. Shuning uchun o'zim olaman deb niyat qildim va olyapman. Hamma Qashqadaryoga taklif qilamiz Sher choyxonasiga. Xudo xolasa kelib, xuddi bizga davolab bo'lib chiroyli ovqatlanib ketasizlar, xudo xolasa. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sher choyxonasiga, Sher jamoasiga, shu yerdagi ishchi xodimlar hammasiga omad, kattakon rahmat. Mana shunday xalqni mamnun qilib, xursand qilib xizmatini qilishda davom etinglar. Hammaga omad, rahmat. Avtomat guruhiga ham like bosib qo'yasizlar, xudo xolasa to'ylaringizga chiroyli hofizlar bo'lib borib, o'zimiz chiroyli qo'shiqlar aytib xizmatlar qilamiz nasib bo'lsa. Yaxshi kunlaringizda nasib bo'lsa inshaalloh. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, bizani kuzatishda davom eting. Keyin yana bitta narsani unutmanglar, Qashqadaryoda qaysi yerda choyxona yoki restoran bo'lsa, biz reklama qilamiz. Eng qizig'i, reklamada bir so'm pul olmaymiz. Nima uchun reklama qilamiz? Gilovni sizlarda sifat yaxshi bo'lsa, xizmatlar uslubiga, hammasi yaxshi cho'kki bo'lsa, tekinga o'zim reklama qilib beraman, xudo xolasa. Sizlar kuzatishda davom eting. Nomerlarimiz yozilgan bo'ladi. Bizlar bilan bog'laning. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.